Elektr energiyasidan samarali foydalanish va texnologik yo'qotishlarni kamaytirish maqsadida mamlakatimizda zamonaviy tizimlar joriy qilinmoqda. Andijon viloyati aholisi va korxonalarni barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida hududiy elektr tarmoqlari Andijon hududiy filiali tomonidan joriy yilda amalga oshirilayotgan ishlar samarasida 715 mingdan ortiq iste'molchi, 23 mingdan ortiq yuridik shaxs va qariyb 692 ming aholi elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Andijon viloyatida 2025-yil davomida 5 milliard 809 million kilovatt-soat elektr energiyasi iste'mol qilinishi kutilmoqda. Shundan 17.3% texnologik yo'qotishlarga to'g'ri keladi, biroq ana shu yo'qotishlardan 17.3% dan 12.25% ga tushirish maqsadida aniq reja ishlab chiqilmoqda. Yo'qotishlarni kamaytirish uchun texnik ekspluatatsiya jarayonida 121 million kilovatt-soat yoki 2.1% iqtisod qilinishi rejalashtirilgan. Shuningdek, qurilish-montaj ishlari va energiya savdo sohalarida ham yo'qotishlarni kamaytirish choralari ko'rilmoqda. Viloyatda elektr energiyasidan samarali foydalanish va texnologik yo'qotishlarni kamaytirish maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Biz mahallamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Chunki bir qishda ham o'chmasdan svetlarimiz juda ham chiroyli yondi. Tajribasini birga ko'rsatib, kamchiliklarni bartaraf qilgani uchun shuning uchun bir qishdan ham yaxshi chiqdik. Hozirga to'g'ri yaxshi, Xudoga shukr. Joriy yilda 842 ta tok transformatorlari yangilanib, ma'nan eskirgan 1669 ta hisoblagich zamonaviy ASCOE tizimiga mos keladigan hisoblagichlarga almashtirildi. Natijada 10137 ta hisoblagich ASCOE tizimiga to'liq integratsiya qilindi. O'ta yuklamada ishlayotgan feeder sanoat, feeder rasson feederlarning yukini yengillatish maqsadida Nimstansa Boburdan 1,5 kilometr yangi tarmoq qurilib, yangi feeder ishga tushirildi. Shu feederni ishga tushirish natijasida o'ta yuklamada ishlayotgan feederlarimiz yuki yengilladi birinchidan. Hududimizda joylashgan transformator punktlarini va 604 kuchlanishli havo tarmoqlarimizni to'la ta'minlash bo'yicha o'zimiz oldimizga rejalarimiz belgilangan. Quyosh energetikasini rivojlantirish borasida ham joriy yilning 27-yanvaridan shu kungacha 72 ta aholi xonadonlariga quvvati 764 kilovat bo'lgan kichik quyosh fotoelektr stansiyalari va 53 ta tadbirkorlik subyektlariga quvvati 14400 kilovat bo'lgan quyosh elektr stansiyalari o'rnatildi. Quyosh elektr stansiyasini o'rnatish orqali nafaqat xarajatlarimizni kamaytirdik, balki ekologik toza energiyadan foydalanish imkoniga ham ega bo'ldik, demoqda tadbirkor. Davlat elektr energiyasidan hozirda mana bugungi kunlarda to'liq foydalanmayapmiz. Nimaga desiz, bizda inverter gibrid deydi ekan bu narsani. Kerak bo'lganda o'sha akkumulyatordan tortib turar ekan. Keyin quyosh chiqqanda yana o'sha akkumulyator to'ldirar ekanda, iste'molda uyga berilaverar ekan. Agar iste'molingiz kuchayib ketsa, keyin davlat elektr energiyasi tarmog'idan tortib olar ekan. Energetika sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va yuqori samaradorlikka erishish yo'lidagi ishlar davom etmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad aholining barcha qatlamlarini uzluksiz energiya ta'minoti bilan ta'minlashdir. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.